eshikdan qarang. Shunda ochasiz. Mana to'g'rimizda keyingi xonamiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, mana keyingi xonamizga ham kirib oldik va qaranglar, mana kiraverish eshigimiz va bu yoqda oynali zonamiz va mana oyoq kiyim uchun postavkalarimiz qilingan, stroyniy shkaflari bor. Xullas, yangi hozirgi xonadonlarda nima xohlasangiz hammasi bor va bu yoqda to'pli pol qilingan, hurmatli obunachilar. Bu esa bu uyimizni, 3 xonali uyimizni umumiy sanuzeli bo'ladi va oshxona qismimiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Oshxona qismimizda ham aytib o'tganimizdek barcha texnikalarimiz Hoffman texnikalari o'rnatilgan va bu yoqqa esa mana 5 talik stol o'rnatilgan, mягкий zonamiz ham bor. Juda ham chiroyli suvenirlarimiz ham bor bu xonadonimizda. Xo'sh, bu yoqda yana bitta spalni qismimiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Bu spalnimizda ham nima xohlasanglar hammasi bor. Va kartinkalarimiz, eshiklarimizni ham qarang, juda ham sifatli eshiklar o'rnatilgan. Xo'p, kelinglar. Endi yana bu yoqda yana bitta spalni qismimiz keladi, hurmatli obunachilar. Bu spalnimiz, mana spalnilari va juda ham neobычный biralari joylashgan va kondisionerlari, shkaflari va bu yoqda ayollarimiz uchun oynali zona va mana bu xonadonning egalari menimcha ot muchalida bo'lsalar kerak, shuning uchun ot suvenirlarini qo'yishgan. Xo'p. Kimga shunaqa faizli xonadonlar kerak bo'lsa, bizga albatta murojaat qilinglar. Bu uyimizning narxini ikkalasini ham описаниеda yozib qoldiramiz. Do'stlar, sizlarni kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, bitta like chani bosib qo'yasiz.